Kashki, Uyghurlarda Bambuk ro'yi bo'lsa ئىدى ha? Aptori, Kassini. Qo'limda ikki parcha surat. Birisi vatandagi jazo lageridan bir kunlik muhlat bilan oilasiga chiqarilgan bir yigitning quruq iskeletga aylanib qolish oldida turgan surati. Agar bu yigitning nursiz ko'zlari pildirlab turmagan bo'lsa edi, uning jonliq odam ekanligini tasavvur qilg'il bo'lmaydi. Qo'limdagi ikkinchi surat chet ellardagi Uyg'urlarga oid ijtimoiy taratqularning surati. Bu surat Xitoyda jazo lagerlari qurilgandan buyon bo'layotgan munozirlarning jonliq kartinasi edi. Bundan 2 yil avval Uyg'urlarga oid ijtimoiy taratqulardagi asosliq markaziy munozirlar. Ya'ni mustaqillikmi, avtonomiyami, dunyo Uyg'ur qurultiymi, surgunda hukumatmi edi. Bu yil kirgandan buyon bu munozirlar guvohlikmi, mitumu, olusmi, millatmi, rangpiza, dofu yegan ermi, er emasmi? Qadimda Uyg'ur qahramonlari bir qo'yning go'shtini yevatadi. Endi nemishka to'qi pochqining guchur yerini yeydigan bo'lib qoldi. Uyg'ur mustaqil bo'lsa, qaysi yiziqni ishiltidi? Koni yiziqmi yoki qiliplashgan latin yiziqimi? Degandak oyga chiqmas. Chiqmag'iniga qaramay, hech bir narsaga foydasi yo'q munozirlar ijtimoiy taratqularimizni qaplab ketdi. Qaraganda Xitoy ijtimoiy taratqularimizdagi Uyg'urlar diqqatining vatandagi ichinishliq tragediyalarga markazlashayotganligidan iborat bu jamoat fikri yo'nalishini boshqa tarafga chechishga harakat qilyapti qandoq? Harvard universitetining olimi Jasuf Sini Xitoyning yumshoq singib kirishiga 10 milliard Amerika dollari sarf qilayotganligini aniq o'ttirg'a qo'ygan g'arb olimlarining biri. George Washington Universitetidagi David Shambo o'zining China Goes Global, ya'ni Xitoyning yer shariga yuzlanishi nomli kitobida Xitoyning dunyoning ko'nglini utish uchun yumshoq singib kirishga, ya'ni yumshoq kuchga milliardlarcha mablag' selayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Albatta, Xitoy mablag' selayotgan bu yumshoq singib kirish Uyg'ur, Tibet qatorliq Xitoyga qarshi o'qituvchi kuchlarning markaziy jamoat fikri yo'nalishini qalaymaqonlashtirish, shuarlashtirish va chechish. Itlar qavab oxirida bir so'ngak bilan jimib qoladigan. Ammo kuchliklar ketaveradigan vaziyatni shakllantirishdan boshqa narsa bo'lmas kerak. Dunyoda kun tartibning diqqatini chekmaslik bilan intayin ojiz va bichora chorasiz holatda turayotgan Uyg'urlarning og'zida shahar oladigan ahvolga tushib qolishi bir millat sifatida tushkunlashayotganligining belgisi deb qarayman. Bambuk ro'yi Uyg'urlar o'rganishga tegishlik muhim bir ruh. Bir bambuk notasining yer qatlamlaridan yerib yo'riq dunyoga ko'z echish uchun 5 yil vaqt ketadi. Bambuk notasiga erishmoqchi bo'lgan kishi yer ustida turib, intayin yuqori chidam, g'ayrat va jasorat bilan bambuk notasining yer yuziga qarab bix surishini 5 yil kutishi, 5 yil uzildirmay suv quyib turishi lozim. Undaqda bambuk bu 5 yil jarayonida nima ish qiladi? Yer ustidagi suv quyish, o'g'itlash emgaklari bekorga ketayotamdi? Yo'q, hargiz undaq emas.
Bambuk bu 5 yil jarayonida o'zining ichki qatlamlarini, ichki mexanizmini, vulini, fondamentini mustahkamlab, yer qatlamlarining kenglik va cho'nqurlik doirasi ichida yer markaziga qadar uzartishdan iborat uzun bir yer asti tashkilotlik rolini mukammallashtiryotdi. Bambuk bu 5 yil jarayonidagi intayin mukammal ichki takomillashishni tugatgandan keyin andin yer yuziga chiqadi va 6 hafta ichida 27 metr tüz tik hech qanday yantoqlari bo'lmagan holatda mag'rur ko'klarga taqishib turdi. Undaqda Bambuk bu 27 metr egizlikka yer yuziga chiqqandan keyingi 6 hafta ichida erishdimi yoki yer ostida yiltizlarni cho'nqurlashtirish jarayonidagi 5 yilda erishdimi? Albatta 5 yillik ichki hozirlikdan keyin erishdi. Bambuk betondan, hatto po'latdan necha kuchlik. Bambukdan ishlangan sharpalar, bambuk kiyim-kechaklar qatorliq 1000 xildan ortiq bambuk mahsulotlari dunyoning e'tiborli ko'z qarchig'i bo'lib turmoqda. Hayot mamati intayin xatarlik holatda turayotgan Uyg'urlarda bambukdek ichki qurilmasini kuchlantiradigan ruh bo'lgan bo'lsa edi. Quruq munozir qilish o'rniga qanday qilganda bambukdek kuchli bo'lg'ili bo'ladi deganni o'ylashgan bo'ladi. Cho'ji baldur chiqdimi, tuxummi deydigan munozirlardan burun qalbimizda o'zimizga xos bambuklarimizni barpo qilayli va sabr bilan suv quyayli. Bambuk bizga sabr toqatni o'rgatsin. Bambuk bizga asos selishning qanchalik muhimligini o'rgatsin. Bambuk bizga elastiklik va moslashuvchanlikni, chidamlikni, uyushish qobiliyatini yetildirishdan dars beradi. Bambuk yana tez asliga kelish kuchi, qiyinchiliklarni yengish kuchi va hargiz voz kechmaslikni o'rgatadi. Bambukning texmi kishini hayron qoldirdigani shuki, 6 hafta ichida 27 metr o'sganligini hech kimga ko'rsatmaydi. Demakki, bambuk Uyg'urlarga kamtarlikni o'rgatadi. Bambukning yiltizi yer qatlamlarida 90 metrdan cho'nqur doirani qaplagan bo'lib, bir futbol maydonidan cho'ng. Kimning yiltizi cho'nqur bo'lsa, shuning qimmatimi yuksak bo'ladi. Dunyo bilan cho'nqur va mustahkam bog' quralaydi. Biz o'zimiz bilan, atrofimiz bilan, hatto dunyo bilan qanchalik bog' quraladik? Uyg'urlar bir millat sifatida qanchalik bog' quraladi? Hamma narsa o'ttirdi. Chunki bizning bambukninkidek cho'nqur asosimiz, ya'ni yiltizimiz bo'lmadi. Asos silish vaqt talab qiladi, suv quyish talab qiladi. Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun ijtimoiy taratqularda har xil munozirlar chaqiriqida bo'layotgan qarindoshlarimiz eng avval Sharq Turkistonni bir bambuk deb tasavvur qilayli, ham o'zimiz bir bambukchi bo'layli-da. Güzel arzu armanlarımız bilan yoğurulgan bambukka sabr toqat bilan 5 yil suv quyayli. Bir millatning qimmati uning nimaga odatlanganligi bilan o'lchinadi. Ya'ni u quruq gap munozirasi yoki gap so'z urush qilishga odatlanganmi yoki bambukdek
o'zining ichki bilim qurilmasiga mablag' selishga odatlanganmi? Bambuk növbətdə күчлüklüki bilan 21-asrdagi yangi po'lat deb ta'riflanmoqda. Ondaqda bu yangi po'lat qandaq tavlandi? Bambuk Uyg'urlarga kuchlik bo'lish uchun yo'g'on bo'lish hojat emasligidan iborat yana bir dars bermoqda. Manzilimiz yulduzlar qadar uzoq bo'lgan bu vatan orzuyimizning ufuqlariga faqat Bambuk ro'yi bilanla yetalishimiz mumkin. İctimai taratqullarimizda növbətdə bo'layotgan munozirlar itning o'z quyrug'ini qo'g'lab, qavab o'ynag'inidan boshqa narsa emas. Uyg'urlar növbətdə o'z beshiga kelgan krizisdan qutulish uchun bir bambuk bo'lishi kerak. Texmi aniq qilib aytganda, Uyg'urlikning asosi fundamentini xuddi bambukning fundamentidek mustahkam qurib chiqish kerak. Buni Uyg'urlar qila olamdi, qilolmamdi? Bu bir savol. Agar o'z-o'ziga asos selish ishi tamamlanmagan ahvolda Uyg'urlarga mustaqillik uchun fursat kelgan ahvoldami? Bu fursatdan foydalana olmay qolishi mumkin. Qo'limda ikki parcha surat. Biri bugun garchi qaqshal bo'lsa-mu odam ko'rinayotgan, ammo atsi iskelet bo'lishi muqarrarlashib ketgan. Meni qutquz degan ko'zlari mo'ldirlayotgan Uyg'urning simosi. Yana biri har xil, har turlik shavq-surallik munozir ovozi bilan to'lgan. Uyg'ur ijtimoiy taratqullarining havo bo'shliqida quriyotgan taqlidiy davlat va imperiyalardan kelayotgan aks sadolar edi. Tugidi. 2019 yil 25-iyun.